هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Hac tefsiri 39. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn-i Kesir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Hac suresi 39. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Hücum kılınğıçılarga, zulümge uçurganlıklar üçün karşılık gösterişke ruhsat kılındı. Allah ularga yardım berişke elbette kadir. Ular fakat Rabbimiz Allah degenlikleri üçünla öz yurtlarından nahaq haydap çıkarıldı. Eğer Allah insanlarını birbiriga karşılık görsetkizmegen bolsa, rahiblarning ibadetxonalari, çirkavlar, Yahudilarning ibadetxonalari ve Allah'ның nomi ko'p yodlanadigan masjidlar albatta vayron qilinadi. Kimiki Allah'ның diniga yordam beradigan, albatta Allah uningga yordam beradi. Allah albatta kuchlidir, g'olibdir. Urush qilishga ruxsat berilganligi va bu vaqtda nozil bo'lgan oyatning jihad haqidagi oyatlarning dastlabkisi ekanligi. Hujum qiling'ichilarga zulmga uchraganliklari uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi. Allah ularga yordam berishga albatta qodir. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu ayet Muhammed aleyhisselam ve onun sahabeleri Mekke'den çıkarıp etilgen vaktida ular hakkında nazil bo'lgan. İbn Abbas radıyallahu anhuma Urva ibn Zubayr, Zeyd ibn Aslam, Muqatil ibn Hayyan, Qatade'lerdek salaf alimleri, Mücahid ve Zehhak qatarlıqlar bu ayet cihat hakkında düşken tunç ayettir dedi. İbn Cerir İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qildi. Peygamber aleyhisselam Mekke'den çıkarılgan vaqtida Abu Bakr radıyallahu anhu biz elbette Allah'ın igdarchiligimiz, yani Allah'ın bendelerimiz, çokum Allah'ın dergahı qaytimiz degan oyatni o'qidi. Ondan ular o'zlarining payg'ambarini chiqarib o'tganligi uchun cheksiz halok qilindi dedi. Ondan Alloh taolo bu oyatni tushirdi. Hujum qiling'uchilarga zulmga uchraganliklari uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi. Allah ularga yordam berishga albatta qodir. Abu Bakr radıyallahu anhu men uzoq qolmay bir urushning bo'ladiganligini bilib yetdim dedi. İmam Ahmed İbn Abbas radıyallahu anhumanın bu ayet cihat hakkında düşken tunç ayettir deganligini qo'shib qo'ydi. Bu hadisni Tirmizi ve Nesai rivoyat qildi. Allah ularga yordam berishga albatta qodir. Ya'ni Alloh taolo mu'min bandalarga ularni jihad qildirmasdan yordam berishga qodirdir. Lekin Alloh taolo bandalarining o'zining yo'lida tirishchanlik ko'rsatishini xohlaydi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi.
Sizlar kuffarlarga jang maydonida uchrashgan chig'inglarda ularni o'ldiringlar. Sizlar ularni qirib, mag'lub qilib, ularni sizlarga qarshilik ko'rsatadigan kuch qolmagan chaqda ularni o'ldirishdan to'xtab, ularni asir elinglar. Ondan ularni ihson qilish yuzidan qo'yib beringlar yoki fidya ilib qo'yib beringlar. Taki urush o'zining ig'ir yukini tashlaganga qadar, ya'ni urush to'xtaganga qadar ish mana shundaqdir. Mana shundaqdir. Agar Alloh xolisa, albatta sizlarni urushga taklif qilmasdillar, ularni jazolagan bo'ladi. Lekin Alloh ba'zinglar bilan sinash uchun, ya'ni iymoninglarni sinash uchun jihadga amr qildi. Allohning yo'lida o'ldirilganlarning, ya'ni shahidlarning amallarini Alloh bekor qilib etmaydi. Alloh ularni hidoyat qildi va holini yaxshilaydi. Allah ularni cennetga kirgizdi. Allah uni ularga tonutdi. Yani cennetga kirgan odam o'zining u yerdagi joyini ilgari ko'rgandekli biladi. Ularga urush ichinglar. Allah ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi. Allah ularni xor qiladi. Allah sizlarni ular ustidan g'olib qiladi. İslam dinini üstün qilib, kafirlarni jazolab, mümin kavminin ko'ngliga shifolik, ya'ni tasalli berdi. Hem ularni dillaridagi ochiqdan xalos qildi. Allah xohlagan odamni tavbaga muvaffaqiyat qildi. Allah hammani bilib turg'uchidir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Biz sizlarni albatta jihadga amr qilish va mushaqqatli ishlarga taklif qilish bilan sinaymiz. Taki sizlarning ichinglardan Allohning yo'lida jihad qilguvchilarni va jihadning mushaqqatlariga chidashlik berguvchilarni bilganga, sirlaringlardan voqif bo'lgan qadar bulardan boshqa bu vaqtga kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Shunga Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Alloh taolaning Allah ularga yordam berishga albatta qodir degan oyat haqida Allah Teala hakikaten şunda qildi dedi. Allah Teala cihat qilishni musulmonlar Madinaga hijrat qilib kelgandan keyin yo'lga qo'ydi. Cihat hakikaten en munosib vaqtda yo'lga qo'yildi. Chunki musulmonlar Makkadagi chig'ida mushriklarning soni ulardan xeyli ko'p edi. Makkiliklarning sonining 10%'ni mu egalleyolmaydigan musulmonlar 90%'dan ortiq kafirlar bilan jihad qilishga buyurilsa, ularga hakikaten ig'ir keladi. Soni 80'dan oshadigan Madinaliklar payg'ambar alayhissalomga bay'at qilgan kechisi, ey Allohning payg'ambari, Minodagi kafirlarga hujum qilib, ularni o'ldirib yetaylikmi dedi. Payg'ambar alayhissalom, men tehi bundaq qilishga buyurilmadim dedi. Mushriklar haddidan eshib payg'ambar alayhissalomni o'z ichidan chiqarib etdi. Uni o'ldirishmoqchi bo'ldi va payg'ambar alayhissalomning sahobalarini bir necha yerga bo'lib etdi. Ularning ichidan bir qismlari Habashistonga, bir qismlari Madinaga ketdi. Madinaga ketganlar u yerda yerlashib bo'lgandan keyin Payg'ambar alayhissalomni ularning qishig'iga yetib bordi. Sahobalar Payg'ambar alayhissalomning atrofiga yig'ildi va uning yordamida bo'ldi. Shuning bilan musulmonlarga islom davlati va o'zlarini to'g'diya oladigan bir o'rin hozirlandi. Shuningdan keyin Alloh taolo kafir bilan jihad qilishni yo'l qo'yib mundaq dedi. Hujum qilinuvchilarga zulmga uchraganliklari uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi. Allah ularga yordam berishga albatta qodir. Ular faqat Rabbimiz Allah deganliklari uchunla o'z yurtlaridan nahaq haydab chiqarildi. Bu oyat bu to'g'risida tushgan tunji oyatdir. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning Makkadan Madinaga nahaq haydab chiqarib etilganlar bo'lsa, Muhammad va uning sahobalaridir deganligini rivoyat qiladi. Ular
öz qavmlariga hech qanday askilik qilmagan edi. Ularning Allohni bir deb tonigandan va boshqa shirki yo'q, bir Alloh taologa ibodat qilgandan boshqa hech qanday gunoh yo'q edi. Ularning Allohni bir deb tonigandan va shirki yo'q, bir Alloh taologa ibodat qilgandan boshqa hech qanday gunoh yo'q edi. Lekin bu mushriklarning oldida eng cho'ng gunoh hisoblandi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Bular Rabbinglar Allohga iymon etqininglar uchun payg'ambarni va sizlarni yurtinglardan haydab chiqardi. Agar Alloh insonlarni bir-biriga qarshilik ko'rsatkizmagan bo'lsa, ya'ni agar Alloh taolo bir qavmni yana bir qavm bilan qo'g'dimagan bo'lsa va biror insonning yomonligini yana insonga ato qilgan belgilik kuch-qudrat va aql-farosat bilan to'smagan bo'lsa, albatta zamin eskilik bilan to'shib ketadi va kuchliklar ojizlarni yeb ketgan bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Rahiblarning ibodatxonalari Qatada bu sahiblarning ibodatxonalaridir. Ya'ni yana bir rivoyatda o'tparastlarning ibodatxonasidir dedi. Muqotil ibn Hayyan bu ibodat uchun yo'l ustiga selingan uylardir dedi. Chirkovlar, ya'ni bu ibodatxonadan cho'ngroq bo'lib, buningda ibodat qiladiganlarning soni burunqisidan ko'prakdir dedi. Abu Aliya Qatada, Zahhak ibn Saxri, Muqotil ibn Hayyan, Musayyib va boshqalarning qarashicha bu xristianlarning ibodatxonasidir. İbn Cerir, Mujahid ve bir kısım alimlarning bu Yahudilarning ibodatxonasidir deganligini rivoyat qildi. Yahudilarning ibodatxonalari Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bu chirkovlardir deganligini rivoyat qildi. Abu Aliya bir kısım alimlarning bu saiblarning ibodatxonasidir deganligini rivoyat qildi. İbn Abu Najih Mujahidning bu kitap berilgan kishilar va musulmonlar uchun yo'l ustida selingan ibodatxonalardir deganligini rivoyat qilgan. Ve Allah'ның nomi ko'p yodlanadigan masjidlar albatta vayron qilinadi. Ya'ni bu musulmonlar uchundir. Ba'zi olimlar bunday dedi. Bu oddiydan yuqoriga o'rlash uslubidir. Allah Teala ibadet için tayyorlangan yerlerinin bayanını oddiysi bo'lgan rahiblarning ibodatxonalaridan boshlab en avod to'g'ri ko'z qarashga ega kishilar ibodat qiladigan va ibodat qilguvchilarning soni eng ko'p bo'lgan masjidga kelib to'xtadi. Kimiki Allohning diniga yordam berdigan, albatta Alloh unga yordam berdi. Alloh albatta kuchlidir, g'olibdir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ey mu'minlar, Allah sizlar Allohga, ya'ni Allohning diniga yordam bersanglar, Allah sizlarga dushmaninglarga qarshi yordam beradi. Qadiminglarni urush maydonlarida barqaror qiladi. Kafirlarni Allah halok qiladi. Ularning yaxshi amallarini bekor qiladi. Elbette Allah ularga yordam berdi. Allah elbette kuchlidir, g'olibdir. Allah Teala bu oyatda o'zini kuchlik va g'olib deb sifatladi. Allah Teala o'zining kuchlikligi bilan hamma narsani yaratdi va u narsalarga o'zlariga munosib vazifa va tuzumlarni bekitdi. Allah Teala g'olib bo'lg'achqa hech bir narsa onu tizginleyelmeydi ve yenilmeydi. Aksice hamma narsa onun oldida baş egidi ve onunla muhtaç boladı. Güçlük ve g'olib bo'lgan Allah Teala kimga yordam
albatta u kishi g'alaba qilib, uning dushmani mag'lub bo'ladi. Kuchlik va g'olib bo'lgan Alloh taolo kimga yordam qilsa, albatta u kishi g'alaba qilib, uning dushmani mag'lub bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: bizning payg'ambar bandilarimiz haqidagi so'zlarimiz oldin ola aytilgan. Ular cho'qim nusrat topquchilardir. Bizning qo'shinimiz cho'qim g'alaba qilg'uchilardir. Alloh lavhil mahfuzga men va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alaba qilamiz deb yozdi. Alloh haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Allah'ның yardımıga erishishga haqliq bo'lganlar shunday kishilardirki, agar ularni yer yuzida ustunlikka ega qilsak, namozni ado qiladi, zakot beradi, yaxshi ishlarga buyuradi, yomon ishlardan to'sadi. Ishlarning oqibati Allohga mansubdir. Ya'ni hamma ishlar oxiratda Allohga qaytadi. Musulmonlarning Alloh taolaning hukmlarini tuğuzuş imkaniyetiga erishganda o'tashga tegishli majburiyatlari. Allohning yordamiga erishishga haqliq bo'lganlar shunday kishilardirki, agar ularni yer yuzida ustunlikka ega qilsak, namozni ado qiladi, zakot beradi, yaxshi ishlarga buyuradi, yomon ishlardan to'sadi. İbn Abu Hatim Osman ibn Affonning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu ayet bizning haqqimizda tushgan. Biz faqat Rabbimiz Allohdir deganligimiz uchunla yurtlarimizdan qo'g'lab chiqarildik. Shuning bilan boshqa yerlarga berib o'rinlashdik. Biz u yerlarda namozni ado qildik, zakot berdik, yaxshi ishlarga buyurdik va yomon ishlardan to'sdik. Ishlarning oqibati Alloh taologa mansubdir. Bu ayet men va boshqa sabdoshlarim uchundir. Ebu Ali'ye ayette bayan kılınan kişilerden Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri köz tutuldu dedi. Sabah İbni Suvad Kindi bu ayetinin mənisi haqqında Ömer İbni Abdülaziz'nin mındaq deganligini rivayet kıldı. Bilinler ki bu ayette buyurulganlarını qilish faqat Müslümanlarning başlıqınınla məsuliyeti emas. Belki bütkül Müslümanlarning ortaq məsuliyetidir. Bilinler ki, men sizlarga başlıqning qandaq məsuliyeti barlıqı və sizlarning qandaq məsuliyetinglarning barlıqını sözləb bermən. Başlıqning məsuliyeti bolsa, sizlar öz üstünlardaki Allah'ın hukuklarını ada kılmasanlar, sizlarni cezalaş, birinlarning üstüdeki hakkını elip veriş ve sizlarni küçünün yetişçe doğru yolga başlaştır. Sizlarning məsuliyetinglar bolsa, zorlanmasdan, mecburlanmasdan ve münafıklık kılmasdan çin köngülünglar bilen boysunuştur. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Atiye Avfi mındaq dedi. Allah Allah'ın yardımıga erishishga haqliq bo'lganlar shunday kishilardirki, agar ularni yer yuzida ustunlikka ega qilsak, namozni ado qiladi degan oyati Allah ichinglardagi iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga ulardan burun o'tganlarni zaminda hukmron qilgandek, ularni cho'qim hukmron qilishni, ular uchun tanlagan dinini cho'qim mustahkam qilib berishni ve ularning qo'rqinchisini amonlikqa aylantirib berishni va'da qildi. Ular menga ibodat qiladi, menga hech narsani shirk keltirmaydi. Shu va'dadan keyin kafir bo'lganlar Allohning itoatidan chiquvchilardir degan oyatiga ve ishlarning oqibati Allohga mansubdir. Ya'ni hamma ishlar oxiratda Allohga qaytadi
Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Yaxshi oqibat taqvodorlarga mansub degan oyatiga o'xshaydi. Zayd ibn Aslam Allah Taalaning ishlarning oqibati Allohga mansubdir, ya'ni hamma ishlar oxiratda Allohga qaytadi degan oyatining ma'nosi haqida kishilarning qilgan yaxshi amal ibodatlarining savobi Allah Taalaning dargohidadir dedi. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yuqorida Hac suresi tafsiridan 41. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.